Assalomu alaykum. Davra qatnashchilari, mana bugun shu Jo'ra ukamning tavallud kuni ekan. Ukam 100 yoshga kirsin, singlim bilan qo'shcha qarisin. Farzandlarning hammasini rohatini ko'rsin. Nevara, chevara, duvara, evaralar ko'rsin. Hech qachon kasal bo'lmasin. Alloh har doim sog' salomat qilib mana shunday qaddini tik qilib yursin. Barcha oila a'zolarimiz nomidan, o'zim nomimdan, qavmi qarindosh kelolmaganlar nomidan ham tabriklayman. Uzoq umr ko'ringlar, sog' salomat bo'linglar. Xonadonlaringizga har doim sog'lik, salomatlik, fayz barokat arimasin. Ilohim shu yoshlarni yana 3tasini ko'rsin ukam. Sog' salomat bo'lsin. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar.